Bugün nayt deyishlik şokolad qatlarni o'gitib qo'yaylik. Yaxshi günolajmi? Lekin yurak belgisini besib, bizni cho'qim go'nroq qilib e'lon. Şokolad qatqatning ta'mini yaxshi chiqish uchun xumarning suyuq shokolad bilan qattiq shokoladni ishlatdim. Bir qatim ishlatib sinab yiqishni tavsiya qilaman. Shokolad qatqatga ketarlik materiallar: tuxum iqi 500 gram, shakar 260 gram, xumar tatafin 6 gram, süt 200 gram, sumay 130 gram, tuz 3 gram, ali kakafin 40 gram, diamfin 65 gram, tort uni 200 gram, tuxum seriqi 300 gram. Avval köptirish apparatimizda tuxum iqi, shakar tatafin uchini köptirib olamiz. Tuxumning ko'pga olti musholati bosib bo'ldi. Andan bir javurimizga sumay, süt, kakafini silib bir ilashtirib olgandan keyin Ondan tuxum seriqlarning hammasini to'kib, tekshi ilashtirib olamiz. Mana tuxum iqimizmi ko'pib tayyor bo'libdi. Biz bu tuxum iqini ikki bo'lakka bo'lib, javurdagi aralashmamizga aralashtirib, mushning o'xshash holatga keltirib olamiz. Mana buni mo'lisga to'kib, tekshi yeyitib oldik. Endi oldin qizitilgan kavshang silib pishirib ilib olamiz. Kavshangning gradusi osti 180 gradus, usti 180 gradus o'xshash tengshab 25 minut atrofida pishirib ilib olsak bo'ladi. Tayyor bo'ldi. Endi bu muzlagandan keyin o'ttirdan ikki bo'lakka bo'lib bunun arasıga köptürülgen qaymoqqa muvafiq miqdorda xumar suyuldirilgan qara shokoladni quyib, mushning o'xshash tamlantirib olamiz. Qaymoqimizni bolkaning o'tirisiga ilib, juplab olamiz. Mana juplab chechjo'rsini kesib oldik. Yana bir qo'r qaymoq surkigandan keyin xumarning taxta shokoladni tekshi qirib, shakllantirib olsak bo'ldi. Mushning o'xshash yasab bozorlaringizga sotsanlar bo'ladi. Gülbar ey gülbar, Bağda kızıl gülbar. Gülbar ey gülbar, Bağda kızıl gülbar. Aşıp